Bu video ko'proq tent minadigan akalarimiz uchun qiziqroq bo'ladi, foydaliroq bo'ladi. Mana akalarimizga zo'r ekanlik. remenni olib kelib berdik tirshotkalardan. Mana qalinligini ham demasdan ko'rsatib qo'ying. Enini ham aka. Bu oddiy mana Evropeyskidan ko'ra ancha farqi bor-da buni. Qalin ekan katta. Donasi 1000 rubldan bemalol murojaat qilaverasizlar. Bularga endi 1000 rubldan tushyapti. Yo'l kirasi bilan Podolskiga olib kelib berdim. Bu yerga yuk olib kelishgan ekan, yuk tushirishib kutib turishdi. Beryaptilar 70 kilometr olib kelib beryaptilar. Akaga kattakon rahmat. O'g'rimizni juda yengil qildilar. Chalka ham sifatli ekan. Sifatli, yaxshi ish qilib bo'ladi. Mana tekshirib olishyapti. Arzon, sifatli. 24 ta olib kelib berdik. 3 ta korobkada. Agar ko'proq olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Moskva bo'ylab dastavkasini ham qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Hammaga rahmat. Bu videoni tent minadigan tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Remini yo'q tanishlarga yuborib qo'ysalar yanada yaxshi bo'ladi. Ha.